Dostlar, hoş geldinizler. Bugün sizlerмен birge keks dayandaytın bolamız. Kanalıma tirkelip qo'ng'iroq batırmasını basıp qo'yingizlar. Uy temperaturasida mayimizga vanilda qand bilan qandimizni qo'shib, qandimiz eriganicha mikserlaytın bolamız. Yumurtamizni qo'shib aralashtiramiz. Unimiz bilan qo'shitqichimizni qo'shib aralashtiramiz. To'ng'izitqichga qattirilgan chiyeni qo'shdim. O'zlaringizdan qalagan jemishidek miz shokolad qo'shsangizlar da bo'ladi. O'zlaringizdan qalagan formalaringizga pishirsangizlar bo'ladi. Duxovkada 180 gradusda 25-30 minutda qizargancha pishiramiz. Keksimizning dami o'ta keremit, yumshoq bo'lib chiqadi, jasab ko'ringizlar.